Birinchi mingan mashinangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qalaysiz? Birinchi mingan mashinam To'g'risini ayting faqat. Matiz. Matizga endi deydiganlar bormi? Bor. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz endi? Liftyormi? Shu olsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Liftyormisiz? Liftyormiz, ha. Ha, domlaga lift Ha, qo'yasiz. domlaga hamma. Domlaga, biznes center, uylarga. Qatlaysiz? Zangatadanmi, Erkindan? O, eng erkindagi bolalar uyda o'tirgan qizga uylanadimi yoki o'qigan qizgami? Endi baribir o'qigan qiz bilan uyda o'tirgan bar farqi bor. Oyingizga o'xshagan qiz olarmidingiz? Albatta. Nima deganingiz? O'qiganmilar? Onam o'qiganlar. Meditsinani bitirganlar. Mashinadagi eng muhim narsa. Hushyorlik. Qo'rqmaslik kerak mashina haydayotganda. Dunyodagi eng qimmat mashina. Bugatti, Ferrari, Lamborghini. O'zbekistonda eng arzon mashina. Velik. Bilmadim endi. Hozirgi paytda Eng arzon mashina. Matiz bo'lsa kerak, JMdan. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham kattakon.